Maqtagandek bo'lib qoldi ekanman deb chiqag'im kelmadi, lekin yana nima uchun mush gap deyman deganda, men yaqindan ikki inkas meni boshqacha o'yga solib qo'ydi-chu. Ya'ni bugun kelgan bir inkas, bir o'rgangichimiz deydi, dars boshlag'ili. Oldin qator bir oy o'rganib, anandagi o'ttirda azroq ish qilib to'xtatib, yana davomli o'rgangan mayda. Men o'zimni tepib oldim. Men mush o'rganish orqali o'zimni tepib oldim deb dedi, hamda 35 yosh atrofidagi ajashdi. Bu gap menga bek ta'sir qildi do'stlar. Chunki ekran oldidagi har bir aylan ma'lum bir vaqt chuqum o'zimizni yo'qotib qo'ygan vaqtimiz bo'lishi mumkin. Bu o'zni yo'qotib, anandan o'zining bir relisini, yo'lini tepish bu intayin cho'ng bir kuch, energiya talab qiladigan bir jarayon shunami. Hamda o'zini tepbilish degan bu oddiy gap emasda, mushu ruhiyatimizdan, ruhiy sog'lomligimizdan mas'ul ko'rilayotgan mushu vaqtda shu bir o'zini tepbilish degan yerga ulashdi degan bek cho'ng natija deb o'ylayman. Shunchalik bek xush bo'ldim. Ya'ni bu bizning darsimizni o'rganib o'zini tepib olganlik emas bu yerda. Aslida shu odamning o'zini tepib olg'isi bor. Shuning uchun mushning o'xshash o'rganish so'rinlarini paylab, izlab, shuning ko'ydi bo'lganligi uchun andan biz uchrashdik. Navada mundaq kitobni ko'rsa, darsni ko'rsa, besh aqraydigan odam bo'lsa, hargiz biz uchrasha olmaymiz. Shunami shu qadamni olganligi uchun tadrijiy holatda mana uchrashib, oxir o'zim tepib olsam bo'ldi deb yurib, oxir tepib olibdi-da. Shunchalik xush bo'ldim do'stlar. Demak, bu o'rganish faqat saviya oshirish uchun ham bo'lmaydi vaqti kelsa. Bizning nurg'un shu energiya, ruhiyatimiz jihatdagi energiya xo'rash deymiz, gumonlanish deymiz, behuda ishlarga zehnimizni sarf qilish deymiz. Ishqimish ruhiyatimizdagi axlatlarni tozalab chiqarib berishga eng bevosita ta'sir ko'rsatadigan yo'l mush o'rganish deb o'ylayman men. Chunki siz mushning kirishga vaqtingizda undaq ishlarga vaqtingiz yetmaydi, zehningiz yetmaydi. Yana birsiga siz butun aktiv yaxshi bo'lgan narsa o'zingizga sumirib menayotgan chig'ingizda yana bir axlatlarga o'chaqda o'rin qolmaydi degan gap. Shunami yana birsiga men yana bir achimizning inkasi ovozliq gapda nechin qoldiribdi-ga qaranglar. Shu uning oldida bir elam meni sal jili qilib qo'ygandanglar. Ashundaq ushaqga qilibchu, shundan yana shu topshiriqlarni ko'rib bo'lmaganda nima degandi u endi, nima degan jiq gap bu deb gapning postkalisi nima xat yozanglar desam. Boshqa gap yo'q, madam shu sizga rahmatimni bildiray deb qilgan deb xajlab yozibdi. Bek sat nomus qilib ketdim. Shundan voy xafa bo'lmang, men hozir anglay, abiyamnizni ma topshiriqlarni ko'rib bo'lmayman. Kechki darsimizning vaqtim qistab qilib, anandan keyin o'zimda jiddiylashib turganda men sizning 6-7 tal ovoz yo'llab degan edim. Men ovozlaringizni ko'riblam, birdamda nervamga chiqib xat yozing degandim deb uzrxo'rlik so'rab qaytadan anglasam, ashunda deydi, men beshida qandavlar qani bir o'rganib boqay deb o'rgangandim degan. Ma holatda bir unumlik bo'lar, hosil olaman deb o'ylamabdi ekanman. Bek yaxshi tayyorlabsiz. Men putonga kelishgan va mening bo'ldim, lekin yana shu paranglashda qiynaldik ekanmiz. Mush xizmatda bek qiynaldim, ash yegilam, usuga yegilam badi. Men salomatlan bo'lsam, men davomli o'rganaman deb shuna gaplarni qoldiribdi. Shunga bu yaxshi ishni men sizlarga yetkazay deb men gaplarni davatman do'stlar. Agar mushuna bir xil ruhiyatingiz bir yerga solinib qolgan, nima ish qilsangiz oqmayotgan va yoki qanday qilishni bilmayotgan, o'zingizga bir qattiqroq bo'lay deb yana men taqqa nima qilaman, o'zim qiynab deb o'ylab yana bir yerlaringiz kam qilayotgandek mundaq holatda bo'lsangiz, cho'qimki bizning darsxonaga kirib o'rganish qiling demayman. Cho'qimki qo'lingizga kitobni eling, o'rganishga yaqin turing. Azroq o'zimizni qattiq talab qo'yib, o'zimizni besib olib, mush telefondagi axlat chava bir narsalarga bergan vaqtimizni mush o'rganishga bersak yoki bir kitob o'qishga bersak, qalbimiz yo'riydi do'stlar. Qalbimizning yo'rishiga ergishib, yo'limiz, zehnimiz, aqlimiz hammasi echilib ketadi. Anandan keyin biz ro'naq tepish qarab, nijotlik qarab mangimiz deb burun o'ylaydim. Hozir men cheksiz ishinaman bu haqiqatga. Bizning o'rgangichlarimiz shunchalik qo'llanishchan bo'lgan savollarni so'raydi do'stlar. Masalan, shu zhi degan so'zlarning qanday farqi bor, qanday farqlantirib ishlatamiz deb o'rta saviyada o'rganish qilayotgan bir o'rgangichimiz so'rab degan. Men ekran oldida hammalarga tang ham bahrlab beray, hammalar tang o'rganib qolsin deb men film tatib chiqdim. Yurak berib saqlab olinglar do'stlar. Ya'ni shu zhi degan so'zlarning hammasida zhi degan xat bor, lekin ishlatadigan o'rni qattiqlab o'xshamaydi. Avval shu zhi degan so'zni qarasak, bu ravish bo'lib, faqat
bir sonda ve yoki ma'lum doir ichida shuning bilan cheklanganligini bildirib berdi. Masalan, 我只喝了一杯水 desak, men faqat bir stakan suv ichdim deb bu yerda faqat degan ma'nosi bor. 我只喝了一杯水 men faqat bir stakan suv ichdim. 我只睡了2小时 men faqat 2 soat uxladim. Demak, faqat degan ma'nosi bor. Yakka holatga kelganda faqat degani bildirdi. Endi 只有什么什么才 bilan 只要什么什么就degan mavu cümle şekli beklam muhim. Hem biz davamlı almashtırıp koyumuz bunu. 只有什么什么才 deganimiz mundaq bo'lgandila andın mundaq buludu deb ma'lum shart-sharoit hazırlangandan keyin andın keyingi ish yuz beroladiganligini bildirdi. 只要什么什么就 bo'lsa mundaq bo'lsa mundaq buludu degani bildirdigan bo'lib, ya'ni ashu shart-sharoit hazırlansılam andın keyingi ishning cho'qim muqarrarki yuz berdiganligini bildirdi. Ya'ni bu yerda nima farqi bor deganda oldidagi 只有什么什么才 deganimiz keyingi ish yuz berishdan burun cho'qim oldidagi ish yuz berish kerak, lekin buning natijasi zodi ashu beshirki shart-sharoit hazırlangangilam Pütüp ketmemdi, ketmemdi tek naməlum. Lekin 5 şart şarait çokum hazırlanış gerek. Ma 只要什么什么就 deganimiz bolsa, faqat aşı bir şart şarait hazırlansılar, bunun neticesi çokum pütken halatda buludu. Yani mundaq bolsa, mundaq buldu deb muqarrar bir neticenin bar bo'lganligini bildirdi. Hamda bu ikki dese bu yerda bir lens bağlıq söz bulalaydı. Çünkü bu cümleni bağlap berish uchun keldi. Munda bo'lganda, anda munda buludu, munda bolsa, munda buldu deb ma'no jihatdan chiqib turibdi. Masalan, biz bir misol olib kelsak, 只有参加笔试才能参加面试dedik. 只有参加笔试. Fakat mushu yazıqcha imtihonga qatnashgandilar 才能参加面试. Andın yuzturan imtihoniga qatnashqil bo'ladi degan gap bo'ldi. Endi 只要什么什么就 bo'lib qolsa, 只要参加笔试就能参加面试. Yazıqcha imtihonga qatnashsalar yuzturan imtihoniga qatnasha oladi degani bildirdi. Ya'ni ikkisining farqini men his qildinglar. Intayin inchik bo'lgan beshirkisi bo'lsa, mundaq bo'lganda aningdiki mundaq bo'ldi degani bildirdi. Keyingisi bo'lsa, mundaq bo'lsa, mundaq bo'ldi degani bildirdi. Endi ayrim jumla tuz baqayli, ha. Siz tirishib o'rganganda aningdiki davlat saviyangiz yuqori ko'tarildi desak, 只有你努力学习，是吧？只有你努力学习，你的国语水平才会提高。你的国语水平才会提高。Siz tirishib o'rgangandila, andan davlat saviyangiz yuqori ko'tarildi. Endi 只要你努力学习，就会 Hamdi 只要你努力学习，国语水平就会提高desekchu. Faqat siz tirishib o'rgansangiz, davlat til saviyangiz yuqori ko'tarildi deb bu yerda bir muqarrarlik, bir aniq bo'lgan bir natija bor, ha? Tushunaldinglar, ha? Endi 只是 degan bu oson. 只是ni biz boshqasi bilan almashtirib qo'ymaymiz, ha? Bu nimani bildirdi deganda munda bo'lgan xolos degandek ma'nosi bor. Faqat mundaq bo'lgan xolos degandek ma'nosi bor. Masalan, 我只是随便开个玩笑，不要生气 desak, 我只是随便开个玩笑. Men faqat mana bir chaqchaq qilib qo'ydim, xolos. 不要生气, ochiqlanmang. O'rganib oldinglarmi? 只有什么什么才，只要什么什么就，只是什么